Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Meron Shoqlay. Va bugun sizlarga Aka suvning ikkinchi joyini ko'rsataman. Va Sentralniy bolnitsani oldida joylashgan. Va kim esdan chiqarib qo'ygan bo'lsa, qanday ishlatishini yuringlar ko'rsatib qo'yaman. Bayga pul qo'yasizlar. Mana 4000 so'm pul bor. 4000 so'mga 10 litr keladi mana. Hozir ko'rsatib beraman. Va svet yonadi. Va buning tekkizlamiz. Endi starting bosamiz. To'xtatgis kelsa, stopning bosasiz. To'xtaydi. Va yana boshlagingiz kelsa, mana bosasiz yana. Mana shunday qilib Aka suv ishlaydi. Mana 4000 ga biz 10 litr suvning oldik. Mana shunday oson 4000 ga siz 10 litr suv olasiz. Kelinglar va hammaga xayr.